Navbatdagi obyektlarimizdan bittasiga kelganmiz, Yutavorga. Bu yerda biz 49 kvadratli kvartirani neoklassika stilda proyektini qilib berganmiz. Uy egalarining o'zi remontni amalga oshirishda hozir bu yerga kelganmiz. Obzor qilib ko'rsatib beramiz. Hop, kiraverish bu yerda devorlar bor ekan, bunga biz tiyagini berganmiz. Bu yerga konsol qo'yib berganmiz. Hop, tortmalari bilan. Bu yerda oyna bor. Keyin o'tganda oynaga qarab chiqib ketishga o'zini podsetkalari bilan yorug' bo'ladi. Bu yerga o'tirib, pufikda bemalol oyoq kiyimni kiyib, alishtirib chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, katta shkaf ham joylab berganmiz. Shkaf ichiga bemalol kiyimni hamma narsa sig'adi. Kiraverish, bu yerga biz studiyani variant qilib berganmiz. Kiravganda o'ng qo'lda kukunli mebelni qo'lni gavlazni joylab berganmiz. Xonadonga mo'ykasi fasadiga e'tibor beringlar. Refilonli hozirgi paytda tanli narsalar. Bu yerda bizani yana bitta rабочий zonamizni gaz tagida o'zini pech bilan joylab berganmiz. Bularni ham tepasida o'zini shkaflari bor. Bu yerga biz ko'rgan bo'lsangiz, podsetkalarni berganmiz. Chunki ovqat qo'yganda bu yerda уже bemalol освещение bemalol bo'ladi. Xalaq berilgan bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerga уже bizda televizor zonamiz, televizor orqasida hozirgi salonning yo'qga toshlardan joylab berganmiz. Hop, tegida o'zini patsilisi, shkafi, bemalol kondisioner hamma narsasi turadi. Bu televizorimizni orqa tarafi bonli podsvetka bilan jihozlangan. Podsvetkaning o'zining effekti вообще. Bu yerda o'rtada bitta 6 kishilik stul bor. Bemalol o'tirib, choy ichib, ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Dam olgan paytda televizor to'g'risida bunaqa divanlar joylab berganmiz. Вообще qulay, komfortli, unaqa katta ham emas, lekin kichkina ham emas. Bemalol to'g'risidan turib televizorni tomosha qilsa bo'ladi. Bu kvartiramiz 49 kvadratli, atak bitta ko'ringlar, kichkina shinam, вообще ideal. Kvartiramizda bitta родительский spalni bor. Spalnimizni ko'rishinglar, o'zingizlar bitta baho beringlar. Hop, 9 parka spalni joylab berganmiz. Orqasida bu yerda hozirgi paytda trendy, mягкий ikkita chetida o'zini yog'ochlari, alohida включаторlar bilan biralarni bemalol o'chirib yoqsa bo'ladi. Xonadagi shinasini ham kontrol qilsa bo'ladi. Kravatimizni ikkita chetida sharoit komfort uchun bunaqa tumbalarni joylab berganmiz. Kravatni qarama-qarshi tarafida ko'rgan bo'lsangiz, televizor joylab berganmiz. Televizorni kravatdan turib bemalol ko'rsa bo'ladi. Endi spalning ichida shkafsiz hech qanaqasi iloji yo'q. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, chiroyli shkaf qo'yib berganmiz. Shkafning fasoliga bitta e'tibor beringlar, chiroyli. Bu yerda bitta makiyajli stoliki, oynasi, o'zini podsetkalari bilan shkafimizni ham ko'rgan bo'lsangiz, anchagina katta, kiyimni bemalol sig'adi. Kvartiramizda balkoni bor, balkonga chiqib shaharni port markazi Toshkentga tomosha qilib, kech payt toza havoda bemalol nazorat tomosha qilib bo'ladi. Balkonimiz ham spalnidan, ham kuxnyadan chiqishga bemalol sharoiti bor. Sanojelga kiraverish chap tomonning uzun rakini berganmiz. Stalishnitsasi uzun nimaga? Chunki bu yerga biz kirmoshni joylab berganmiz. Rakini detallarga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hammasi tilla rangda. Rakinaning o'zida har doimdek katta bitta podsvetkali oyna. Bu yerga sushilka joylab berganmiz. Soch ularni bemalol ilib qo'ysa quriydi. Bu yerda bizani dushovoy zonaga ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ikki ochlarga gavlazni joylab berganmiz. Bunga ham detallar hammasi tilla rangda. Bu yerga bitta podnistoy unitaz o'zini tepasida shkafi bilan, bu yerda ham o'sha shkafga bemalol sanojelliga turadigan jihozlarni joylasa bo'ladi.